Kimki deydi Alloh taolo va'dani qarang. Kimki o'zini nafsini baxilligidan saqlana olsa, bas o'shalar qiyomatda oxiratda najot topadilar deydi. Shu qalbdagi baxillikni nari qilish juda qiyin narsa-da. Mo'min birodarga shundoq qaraganda, unga nisbatan qalbda baxillik uyg'onmaydigan darajaga, maqomga yetishlik nihoyatda qiyin narsa. Nimaga u bo'lib ketaveradi-yu, men bo'lmayman. Nimaga u boy bo'ladi, men boy bo'lmayman. Nimaga u amalda balandroq amalda o'tiradi, men unaqa baland amalga meni qo'limdan kelmaydimi? Men munosib emasmanmi degan narsa bandani qalbidan nari bo'lsagina deydi Alloh taolo, ular najot topadilar qiyomatda. Ularga taqsimni Robbisi bo'lgan, har bir ishni hikmatini biladigan, bandalariga nima munosib va nima nomunosib ekanini, bandalarning oqibati uchun nima xayrli-yu, nima nomuvofiq ekanini biladigan zot taqsim qiladi. Amalni ham, mol dunyoni ham, bola chaqani ham, ahli ayolni ham, uy joyni ham, ulovni ham Alloh o'zi adolati bilan taqsim qiladi.